Qadrdonlar, ustakalarimizni ko'ryapsizlar. 40 gradus issiqda 15 metr tepada ish qilishyapti. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'yasizlar. Biz ham chiqib olganmiz, lekin turgan oyog'imiz qaltirayapti. 15 metr tepada turibmiz ekan. Ko'rib turibsizlar, tom yopish xizmatini yoritib beramiz. Uzunligi 60 metr, eniga 21 metr, 100% konteynerda profilidan qilingan firmalar, xudo xolasa garantiyalari bor. Xohlasangiz bu tom yopishni, masalan, uzunligi 32 metrgacha bez ustun turadigan firmalarni yasashib akalarimiz ustanovka ham qilib berishaveradi. Masalan, mana shu firmamiz 21 metr, 1 metrini agar alohida to'qib berishadigan bo'lsa, ustanovkadan tashqari ketayotib turgan materiali usta haqisi 230 ming so'mdan to'qishib berishaveradi. Undan tashqari eng arzoni 125 ming so'mdan boshlanib, agarda 32 metrgacha bo'ladigan bo'lsa, narxi 360 ming so'mgacha. Ushbu nima deydi? Xolodilnik qurishyapti akalarimiz. Общий kvadrati 1200 kvadrat. Tom qismiga ketayotib turgan o'sha firmasi, usta haqisi, shiferi bilan общий summasi 200 qancha edi usta aka? 66 million. 266 million ketyapti ekan. Ya'ni 1 kvadratini bitishi shiferi bilan birla, profinastri bilan birla 230 ming so'm ekan. Yo, shifer profinastrini o'zim alohida olib beraman deydigan bo'lsa, uy egasi 1 kvadratini bitishi qadrdonlar narxi 160 ming so'mdan to'g'ri keladi ekan. Kimga shunaqangi katta naveslar, zavod, fabrikalar, undan tashqari maktab, o'quv markaz, bog'chalar tomlarini shunaqangi garantiyali qilib yoptirmoqchi bo'lsalar, qadrdonlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmat qilishaveradi. Manzillari Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Kaminterin qishlog'idan bo'lyapti. Xo'sh, endi bu yerdan qanday tushib olamiz, usta aka?